sheriksiz diagonal chiqarishda eng oson uslubi. Buning uchun bizga ikkita ruletka kerak. Ruletkamiz обязательно 0 bu yerdan boshlanishi kerak, chunki bizda sherik yo'q ushlab turgani. Uyimiz razmeri 8 ga 9. Birinchi bo'lib ikkita qoziq qoqib olamiz. Devordan o'zlar xohlagancha tashlab, meni holatimda bu 2 metr tashlab o'sha ikkita qoziq qoqdim. Endi bizni diagonal chiqarib olishimiz oson bo'lishi uchun sразу biz Yandexga kiramizda yozamiz, mana uzmat diagonal deb yozamiz va eng birinchi saytga kirib turib uyimizni razmerini yozamiz. Meni holatimda bu 8 ga 9. Bu knopkani bosamiz, mana bizning diagonalimiz 12 metr 4 santimetr. Endi birinchi ruletkani olamiz, armaturaga kiydiramiz. Ikkinchi ruletkani ham kiydiramiz. Va bu qo'limdagi ruletkani 8 metrga tortamiz, chunki uyimiz bu tomoni 8 metr. Bu diagonalimiz 12 metr 4 santimetr. Boya internetdan biz ko'rib oldik. Mana 8 metr 12 4 santimetrda bunday kelishtirib turib, bu joyga biz armatura qo'yamiz. Endi xuddi shunaqa qilib bu tomonga tortamiz. Bu tomonimiz almashgani uchun bu ruletkani endi 8 metrga qo'yamiz. Chunki uyimizning bu tomoni 8 metr. Bu tomonni esa diagonalimiz 12 metr 4 santimetr bo'lgani uchun 12 metr 4 santimetrga qo'yamiz. Mana 12 4 8 metr qidiryapmiz. Mana to'g'ri keldi. Va bu joyga ham armatura qo'yamiz. Mana bu holatda diagonalimiz o'zi hozir bir-biriga teng, chunki biz sразу ruletga tortib ketdik va bu tomonimiz уже avtomatik 9 metrga turdi. Ishonmasangiz tekshirib ko'ring. Sizdan like, подписка.